Haydash tajribasini birlashtirgan ajoyib elektromobil hisoblanadi. Ushbu model BMO brendining kelajak sari tashlagan muhim qadami bo'lib, ekologik toza bo'lishi bilan birga sportiv xarakterini ham saqlab qolgan. Tashqi ko'rinishidan boshlab, BMO e-Torch juda agressiv va zamonaviy dizaynga ega. Old qismidagi yopiq radiator panjarasi, ingichka LED faralar va aerodinamik shakl avtomobilga futuristik ko'rinish beradi. Yon tomondan qaralganda, silliq chiziqlar va past tomli siluet sport ruhini yanada kuchaytiradi. Orqa qismi esa keng LED chiroqlar va nozik dizayn bilan to'liq uyg'unlashgan. Salon ichki qismi premium materiallar va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay o'rindiqlar, keng joy va jim muhit taqdim etiladi. BMO Turvet display tizimi katta sensor ekran orqali barcha muhim funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Raqamli panel aniq va o'qilishi oson bo'lib, haydash vaqtida barcha ma'lumotlarni qulay tarzda ko'rsatadi. Ichki bezakda ekologik toza materiallardan foydalanilgani ham e'tiborga loyiq. Texnik jihatdan 2025 BMO e-Torch bir nechta variantlarda taqdim etiladi. Elektr dvigatel kuchi modelga qarab farq qiladi, ammo umumiy hisobda u juda tezkor va barqaror harakatni ta'minlaydi. Ba'zi versiyalari oqdan 100 km/soatgacha atigi bir necha soniyada tezlashadi. Batareya sigimi uzoq masofani bosib o'tish imkonini beradi va to'liq quvvat bilan bir zaryadda kundalik foydalanish uchun yetarli masofani ta'minlaydi. Tezkor zaryadlash texnologiyasi tufayli batareyani qisqa vaqt ichida to'ldirish mumkin. Xavfsizlik borasida BMO e-Torch juda boy funksiyalarga ega. Avtomatik tormoz tizimi, yo'lni kuzatish assistenti, adaptiv kruz nazorati va ko'plab sensorlar haydovchini qo'llab-quvvatlaydi. Bu funksiyalar nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki haydashni ham ancha yengillashtiradi. Shahar ichida yoki uzoq safarlarda BMO e-Torch o'zini juda ishonchli tutadi. Haydash tajribasi haqida gapiradigan bo'lsak, BMO e-Torch juda sokin va yumshoq harakatlanadi. Elektr dvigatel sababli shovqin deyarli sezilmaydi, bu esa ichki qulaylikni oshiradi. Shu bilan birga sport rejimida avtomobil juda chaqqon va tezkor bo'lib, haqiqiy BMO hissiyotini beradi. Rul boshqaruvi aniq va yo'l bilan bog'lanish juda yaxshi. 2025 BMO e-Torch nafaqat ekologik toza, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali. Yonilg'i xarajati yo'qligi va kam texnik xizmat talabi uni kundalik foydalanish uchun qulay qiladi. Shu sababli bu model zamonaviy hayot tarzi uchun juda mos keladi. Agar siz premium, zamonaviy va ishonchli elektromobil izlayotgan bo'lsangiz, BMO e-Torch albatta e'tiborga loyiq tanlovdir. Agar siz avtomobillar haqida shunday batafsil va foydali videolarni ko'proq ko'rishni istasangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Sizning obunangiz bizni yanada sifatli va qiziqarli kontent tayyorlashga ilhomlantiradi. Tarmax bilan birga avtomobil olamidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib boring.